Kartoshkani arig'ini ichini bir 2 kun 3 kun oldin chopib qo'ygan edik. Ketmon bilan chopib qo'ygan edik. Endi hozir selitra dorisini sepib turpoq tortyapman. Bir kun turadi. Ertaga kechki paytga bir yengilroq sug'oramiz. Keyingi suvlarida qondirib sug'oramiz. Hozir nami yaxshi, hozircha o'rtacha namligi bor. Mana ertaga olib to'ysa, ertaga kechki paytga sug'oriladi. Bir kun olib to'ydi bu. Chunki turpoq tortishlicha kechikib qoldi. Chopganimizdan keyin oradan bir 2 kun o'tib qoldi, 2 kun 3 kun. Mana shu ketmon turgan tomonidan 7 ta agatga 2 ta amapost solmagan edik. Bu yog'idan 7 ta agatga chap tomonidan amapost solib, arig'ini ichiga amapostni sepib, keyin urug'ni qo'yib ekkanmiz. Mana o'zgarishini ko'rib turibsizlar o'zlaring. Mana rivojlanish sal bu tomonga qaraganda jicha o'zgarish bor. Endi bu tomonda mana amapost solinmagan tomoni, mana shu ketmon turgan tomondan 7 ta agatga amapost solmasdan ekilgan. Mana endi bu 7 ta agatga amapost solib ekilgan. Mana farqini ko'ryapsizlar.